qoladi. Deb qo'ydim. Tavba qildim lekin yomon bo'lar aka. Bir tomon ogohlantiramiz, siz dushman ko'paytirasiz. Voy u narsasiga tasavvur qila olmaysiz. Shaharga agar siz buni yuki og'ir. kanalini o'zingizni kanalingizda anaqa qilsangiz, hamma narsa u kanalda desangiz, siz odamlaringiz bu kishiga o'tadi, tushundingizmi? Bular onasini sizga bu yaxshilikka olib kelmaydi. Biz prosta biz hozir bu ishni qilmaymiz-ku, Xudoning oldida ham, bandasining oldida ham. Lekin odamlar shunday ko'rdimi, bu holatni onasiga diragani sikkandi bo'lsa. Hech Interes uchun kiradilar. Yo'q, interes emas, dahvoya dushman. Katta odam uchun nima? Buni oilasi bor, u qilmaydi deb biladi. Endi kimga qanday tushunadi-da, to'g'rimi? Shahati dushman ko'paytirib yuboramiz. Dushman nima uchun dushman? Aka, o'zi deyman-da. Men prosta mayli. Yigitlar bor. Tushunmaysiz? Buni yigit emas, o'zimizga dushman olib turaveramiz. Hamma joyga pul, dahvoya narsa qilamiz-ku. Bizdan ko'rinmayotgan dahvoya bor-da. Prosta aka, neyiz deganda, ja unday qo'pol seksualniy bir bola onasiga seksga targ'ib qilmaylik. Juda chuqur demoqchiman. Juda prosta tak erta sizga ham shunday kelib rejni qilishi mumkin-da. Bu O'zbekistonda yuradi. Onasini sikka bersa, Brad Pitt bo'lsa, bu yoqqa chiqib o'tiradi. Bo'lmasa sikki bor. Nega zaybal qilyapsan ham? Nima qilmaydi? Unday qilmasin-da. Bu seni olib nima? Biz sen nima seringni bo'lmaysiz, biz seni qo'yib olamiz. Seni olayotganmi? Unday dema, qayta gapirib, men o'tib qoladi shu gaplar. Prosta demoqchiman. Javosh qilmaydi. Javosh chiqib Yo'q, hayır. O'sha holat O'zbekistonda bo'lmayapti-ku. Tushunmayapsiz, sizni dushmanlaringiz ham bor O'zbekistonda. O'shalar misol nima yomonlik qilmasin deyman-da. Juda ochiqcha emas. Bo'ladi. O'rta hol chiroyligina ko'rishdinglar, tamom, o'sha gap lavzdan chiqqan holat. To'g'rimi yo'qmi? Ana shu rasm tushiring oldin aka. Abloshga Holat kiyimi? Yo'q.